Hammaga xayrli kun. Bugun men sizlarga MSPda holoprintdan qanday foydalanishni ko'rsatib beraman. Ammo undan oldin Export Button on Structured Block addonini yuklab olganingizga ishonch hosil qiling. Chunki MSPda struktura blokida Export tugmasini ko'rmaysiz. Addon havolasi quyida tavsifda bo'ladi. Ko'p gapirib o'tirmasdan keling, to'g'ridan-to'g'ri unga o'tamiz. Endi siz holoprint uchun foydalanadigan strukturangizni qurish uchun dunyo yaratishingiz kerak. Mening holatimda men struktura bloki yordamida nusxa ko'chiradigan tasodifiy binoni allaqachon import qilib bo'lganman. Mana o'sha struktura. Uning qanchalik katta yoki kichikligi umuman muhim emas va ushbu binoning yaratuvchisiga bu dizayn ajoyib ko'rinadi. Garchi buni yuklab olgan joyimdan bino egasini topa olmagan bo'lsam ham uzr so'rayman. Qaytadigan bo'lsak, biz o'zimizga struktura blokini olishimiz kerak. Uni olish uchun shunchaki chatni oching va xuddi shunday tayoqcha give buyrug'ini yozing. Uni olganingizdan so'ng strukturangizga boring va uning burchagini toping. Uni strukturangizning barcha tomonlari struktura bloki tomonidan skanerlanadigan joyga joylashtirganingizga ishonch hosil qiling. Birinchi struktura blokini joylashtirishda uni xuddi shunday yerga joylashtirganingizga ishonch hosil qiling. Struktura blokini bosing va unga xohlagan nomingizni bering. Endi o'sha struktura blokining qarama-qarshi tomoniga boring va uni tepaga xuddi shunday joylashtiring. Struktura blokini bosing, uni xuddi oldingisi kabi nomlang va uni burchak rejimiga o'tkazing. Shundan so'ng oldingi struktura blokiga qayting va aniqlash tugmasini bosing. Endi qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa uni fayl menejeringizga eksport qilishdir. Bu yerga kelganingizdan so'ng maxsus holoprint uchun yangi papka katalogini yarating. GitHubdagi holoprintga kiring. Endi boya biz yaratgan papkaga boring va import qilingan strukturani tanlang. Endi bu sozlamalarning barchasini o'zgartirish ixtiyoriy. Standart sozlamalar ham yaxshi, lekin agar siz ushbu sozlamalar nima qilishini bilmoqchi bo'lsangiz, Prol 8413 kanaliga kiring. Unda ushbu sozlamalar qanday ishlashi haqida batafsil tushuntirish bor. Tugatganingizdan so'ng o'z paketingizni yarating va yuklab oling. Uni yuklab olganingizdan so'ng Minecraftga import qiling. Qisqacha tushuntirish: agar siz uni global resurslarda faollashtirsangiz, qaysi dunyoga bormang, holoprintdan foydalanishingiz mumkin. Ammo agar siz uni maxsus bitta dunyoda faollashtirsangiz, u faqat o'sha yerda ishlaydi. Endi paketingizning sozlamalari. Standart sozlamalarda dunyoda zirh stendi bo'lsa, u avtomatik ravishda strukturani yaratadi. Ammo agar siz faollashtirish uchun urishni tanlasangiz, zirh stendini ursangiz struktura hosil bo'ladi. Men paketimizni o'z dunyamga qo'shaman. Ichkariga kirganingizdan so'ng shunchaki zirh stendini oling va uni joylashtiring. Hammaga yoqimli hordiq, keyingi safargacha.